Ko'p gapirmay Justin, hozirda men qirolman, onangni seni og'zingni yopna. Xabaringiz bor, 14-iyun kuni Justin Gage va Ilya Topuria o'rtasidagi super jang bo'lib o'tadi. Keling, ungacha jangchilarning oxirgi janglarini eslaymiz. Dastlab Ilya Topuria UFC jangchilarini mana bunday shok reaksiyasiga sabab bo'lgan jang. 1 yil oldin Charles Oliveira va Ilya Topuria o'rtasida super jang. Jangchilar bu janggacha ajoyib tarzda kelishgandi. Oliveira Michael Chandlerni ochkolar evaziga yutgan bo'lsa, Topuria esa Volkanovski va Hollowayni uxlatib bu jangga yetib keldi va Maxachevdan qolgan vakant kamar uchun urushish kerak edi. Eng qiziqarli moment mana bu lahzada bo'ldi. Topuria jangdan 1 kun oldin Rosa mana bu gaplarni aytdi. Charles, men seni juda hurmat qilaman, lekin men buni qilishim kerak. Ertaga men seni nokaut qilaman. Kechir, men buni xohlamagandim. UFC 317 jang kechasi, jang boshlandi. Jang boshida Charles Oliveira o'zini juda ham yaxshi his qildi. Ko'plab zarbalar almashdi va o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham yuqori ko'rinayotgandi. Lekin mana bu zarba almashinuvdan keyin u tushundiki, Topuria bilan tikka oyoqda jang qilish xato. U darrov kurashga kirdi. Lekin kurashdan yaxshi himoyalanadigan Topuria kurashdan chiroyli himoyalandi. Oliveira esa oyoqni og'ritish usuliga olib ko'rdi, bu ham bo'lmadi va yana jangchilar tikka oyoqqa qaytishdi. Va e'tiborli bo'ling, jangning kulminatsiyasi Topuria qoringa, boshga va bum mana bu ikkita huk bilan Oliveirani uxlatib qo'ydi. Charlesga hurmatni saqlagan holda bu ayanchli ahvolni ko'rish juda ham achinarli. Topuria o'z so'zida turdi, Charlesni nokaut qildi va islomdan qolgan vakant kamarga egalik qildi. Keyingi videomiz Justin Jon haqida bo'ladi. O'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosing va yaqinlarga bu videoni jo'natib albatta like bosib qo'yarsiz.